Lekin akalar, hop, mana shpaklovka qoplaydigan stanogimiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa motorlari 3 kilovat 1,5 ming obrot. To'rt sekundda 25 kilo qop to'ldiradi. 3-4 sekundda, 5 sekundga ham o'tmaydi. Shpaklovka shunga o'xshagan narsalarni qoplab beraveradi akalar. Xudo xolasa chiroyli qilib tayyorladik. Ertaga Jizzaxga yuboramiz, xudo xolasa buni. Jizzaxlik akalar zakaz berishgan. Oldin ham bitta yasab bergandik. Endi yana bitta zakaz qilishdi. Bu birinchi yasab berganimizdan ham zo'rroq chiqdi bu. Xudo xolasa. Shunaqangi stanoylar, shunaqa narsalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar, chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Bu yerdan o'sha shpaklovka tushadi. Bu yoqdan qoplab beraveradi.